Baba, bu yerda turavergan bilanmi bo'lmaydi-da. Meningcha, yanada kirib boqaylik. Yanali yo'l yo'q-ku. Bu bir maxfiy uy o'xshaydi. Qaranglar, tam beqiravatdi. Tam emas, biz beqiravatimiz. Ko'pchilik chiqsa. Ben nurgul yıldızları gördüm. Azıcık oyuncaklar gel. Nima degan hayvatlik? Şundak, bu zada qandaq yerdi? Bu uyning xo'jayinining cho'qim bolalar qalbi bor, cho'qim bek muloyim. Bu latqonchoq burundan tashlayotgan o'yinchiqimga o'xshaydi ekan. Bu men ilgari yaxshi ko'rdigan yog'och etimga o'xshaydi ekan. Sırtım süzmegende. Çeklerken ayolum geçirdim de mahvoldaki. Gel, beni yere. Bu rezil ejderha. Tez kök börü bilen onun dadısını koyup vergin. Sen neymiş ki o eski ejderhanın bunda köğül bilisi de. Çünkü o degan bizning do'stimiz. Ona bilan ko'childan o'tirgani foydasi yo'q. Menda bu ejderha bor. Tez hujumga atlangin, sur ejderha. Bu məğlub oluş sistemini sən yazğanmı? Ha? Ya, o özü tərəqqi qılıbaptı. Ha, tez qaçaylı. Bunun bilen ilişkiden başka amal kalmadı. Qoy verin la. Kendi başlayın. Heç olmaydı. Bu sen mi? Beni gıdıklap koyup atamsan, ha? Balı geldi.
qutulduranmaydı. Qozishash! Əjdirhaniyini çağanda bir xil sehrli kuch hosil bo'ladi. Ay! Mən qozu şaşını qutulduray. O yana mıyırladı o? Ay! Qozomaq, dağılıq çeliverəm. Əxət Ay! Ay! Ha? Çarçaşqan, yaxşı qıldı. Gayret qılaq, qozuq çeliverim. Gayret qılaq. Oldu bəs çapma! Baba. Oğlum, esingda bo'lsin. G'oyib bo'lganda yaxshi yashig'ili bo'ladi. Kichik vaqtda g'oyib bo'lishi va bolalarcha qalb bo'lishi kerak. Bolalarcha qalb bo'lganda yangilik yaratalaysa, olg'a ilgirilaysa, shu vaqtda sana ko'ringan dunyomi o'xshash bo'lmaydi. Mən bildim. Qarangla, mashina əjdira jim turdi o. Ay, bizi qalbi qildi. Yana midirlidi. Qozumi bir acaba o rivoyat yolg'on budi. Ha, seni bir yerdə ko'rgandek qilaman qo. Dadamni to'g'rimi? Peki əjdirha, butkul əjdirha dunyosini vayron qilgan asli senkansan-da. Ha, mən onu ishpiyon demaganmidim. Sizlar endi menga bundoq yaxshi muomala qilmanglar. Amaliyotda ukol va bۆrىنىڭ deganlari rost. Ha, mamma. Kalaböre. Amaliyotda mening ismim kichik qora ejderha. Aslida sen ishpiyonni bo'lib qolmay yana cho'ng xo'jayinkansan-da. Heliqi uyda ko'rgan o'yinchiqlar yilimi esingladimi? Sizlar tashlab o o'yinchiqlarning hammasini dadam ishkimi sizlarning yeringlardan terib akagan. Chunki dadam bir o'yinchiq kashfiyotchisi. U kichik bolalarning xushal kayfiyatini ko'rishni, kulki ovozlarini anglashni yoqtirdi. U vaqtlarda dadam ishkimiz shunday xushal yashayotdi. Yaxshi oldu. Yana nurg'ulg'an bolalar meni o'yinchig'imni yaxshi ko'rdi ekan. Bilamsa, bularning hammasi bolalarning menga bo'lgan umidi. Yana boshqa bolalarmi meni o'yinchig'imni yaxshi ko'radi. Ko'rdim. Bolalar men yasagan o'yinchiqni to'limi yaxshi ko'rdi ekan. Pek ma'nosizgan. Elektronlik o'yinchiq solishtirganda bu o'yinchiqlar hech kim yarmaydi ekan. Kichik bolalarni oldiga qilsa bu, nima ajablanib ekan. Yana sening o'yinchiqing yaxshi-ku. Dada, Sen ejderha qasriga qaytib tur. Men bu yerda o'ynab olay. dada.
sening əjdirha dunyosini vayron qilishing bilan nima munosabati bor? Chunki sizlarda sabiylik, tasavvur qilish kuchi qolmadi. Bizning mavjudligimizga ishonmaysizlar. Shunga men sizlarga o'z xushallikdan va əjdirha dunyosidagi kulki ovozidan bezor. Men bularni buzib yetaman, lekin bu jarayonda men dadamning so'zini unutib qoldim. Sen xatolashding. Bizda yanada sabiy qolib bor, lekin qo'zg'alma qo'sh. Ko'k əjdirha, tez qasrni pastga tushir. Chatoq bo'ldi. Mashina əjdirha bay 10,000 tonnalik qushning ta'siriga uchrab, chatoq chiqqan o'xshaydi. Vaqt asbobi bizni yana nega olib keldi? Dodo, opa, xatarlik. Qo'ziqish qo'y. Chatoq bo'ldi. Xotin, o'g'lim, tez qichinglar. Bu degan bizning qo'ylar bilan yilda bir qaytamliq hamkorlashishimiz. Bunda xalqliq paytda ko'pchilikni tashlab qo'ysam bo'lmaydi. Dadisi, g'ayrat qil! Hamkorlashimizdagi xotin, siz zadi ko'rmi yoki qo'ymi? Xotin! Siz qaytaga tez xotinimni qo'yib ber. Bu əjdirhaning muhim qismi cho'qim zaxmlangan yerda bo'lishi mumkin. Men bir sinab boqaychoq edi. Mening o't putimdan ta'mini tetib boqqi. Qo'y. Har bir mashina asbobdan bir tayinish nuqtasi bo'ladi. Mashina buzib yasaklar. Acaba mushu bir mumaq əjdirhaning tayinish nuqtasimidi? Qo'ziqish qo'y. Men bu əjdirhaning tayinish nuqtasini topdim. Biz shu bir mumaqni ilib asaklar. Bu maxluq yiqilib tushib. Undaqda tez berib qizil bera va opam dadamlarni qutuldiraylik. Bo'lmaydi. Bu burnimizni ilib asanglar bo'lmaydi. Bu əjdirhaning yiqilgandagi yig'inini sizlarning ko'shkimizga aylantirib qo'ydi. Qo'y. Yanına boshqa amal o'ylab boqqa. Endi vaqt qolmadi. Dadam opamning hayotda har qanday narsadan muhim. Qo'y, anlab tur. Ben seni azaldan aldab boqmagan. Ben intayin botim. Dadamning dunyodagi eng botir bo'ri ekanligiga azaldan ishondim. Rostdan inson. Amaliyotda ben sizlarni pek yaxshi ko'raman. Dadisi! Dada, opa, biz oxiricha bo'ldik. Gerçi vaqt intayin qisqa bo'lsinmi? Qo'ziqish qo'y. Tez. Oy! Biz sizlarni yaxshi ko'raman. Tez berib ularni qutuldiraylik.
Dadası, o bizi mutfakla taşlap gitmeydi. Ben onu çok kurtardım ben. Oğlum, sen kayada. Bunda tezde bel koyup demeydi. Biz birlikte onu izlep tabaydı. Biz öldük mü neme? Ben mi bilmedim. Yer kezer ejderhasıyla müngüzüm. Bizni deb yarinibsan. O mu hushidan ketdi? Endi ada chiqib ketamiz. Amal yok. Çıkış ağzıma itilip kaptı. Qo'zg'ish qo'y. Men bir umr seni qo'g'latdim. Lekin yana yeyitamabdim. Sen degen yaxshi bo'ri. Oilang uchun jiningdan kechishga rozi. Yorinib turib yana demaysan. Qizil bo'rining sendan ansirishini xohlamaysan. Sen qilishmaysan-ku. Do'sting uchun hammani qilishga rozi. Ota-onangmi kuyinasan. Oson emas-ku. Mening o'g'lim bo'lsam-mu yaxshi bo'lg'ida. Hergiz bo'lmaydi. Amaliyot sen bek dot bo'lg'achqa bizni tutamaysan. Bozg'unchi. Mening eng oxirgi murodimga yetkazib qo'yamsan. Ha, meni yanada qo'yib bergin yo'qqa sening. Biz qiyinchiliklarni birga boshdan kechirdik. Qumliqqa bordik. Oyga chiqdik. Ko'rni sheriklarda bo'lib qoldik. Tamamni tetib baqsam ne bo'ldi? Undaqda bek cho'ng tishlama, og'riydi. Bo'ladi. Dadası, Kızıllarım vardır. Sizlere bel koyuvetmem. Ulağı çokum hiç olmaydı. Dadası, kaçın! Dışarıda kaldım. Dada, opa. Oğlum, biz ahir birli bulduk. Kök ejderha. Dünya tinchlikka erishdi. Lekin dadam, mening dadam endi qaytib kelolmaydi. Dada. Qayerga ketding, dada? Yana ishlaydigan o'xshamamsan. Dada, senden bek ensirdin. Əjdaha əfəndi, siz zadı qayerga ketdiniz? Eliq kuni men ko'k ejderhoni qasriga ketkizib yutib, bolalarning masalasi ustida o'ylandim. O'ylab yutib, uxlab qopdiman. Uyg'ongan vaqtimda bo'lsa, qasrdan xatarlik signali berildi. Ishikmi ichidan taqilib kirib, chiqolmadim. Yo'qab ketganligim, bolamning sizlarga avorchiq ep kelganligi uchun kechirim so'rayman. Men uning ichida turibmi, xeyli o'ylandim. Men o'zimning g'oyisida ching tursamla, aman bir kuni bolalar meni yaxshi ko'rib qoladi. Meni kechirgin. Men qasddan seni tashlab etmedim. Ko'pchilik meni kechiringlar. Bularning hammasiga men sababchi. Men sal qarabdiman. Men sizlardan kechirim so'rayman. Dada, men sizni yaxshi ko'raman. Sabinachi qilib va g'oya kichik bolalarga nisbatan rostla intayin muhim. Muhabbat bo'lsa hamma narsadan g'olib keladi. Muhabbat hamma narsadan g'olib keladi.
Sizlarning biz ئەجدىھا jamiyatini davomli yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Shunda, menmi amroq. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Rahmat. Oğlum, bizning tushimiz oxir reallikqa aylandi. Biz rostila jam bo'ldik. Shundoq, biz oxir qo'y kentiga birga qaytadigan bo'ldik. Dadasi, sizning vaqt tiziltish asbobingiz bizni yana opirib yetadigan bo'ldi. Oğlum, xayr xo'sh. O'g'lim, o'zingni asra. Qiziqishvoy. Hammanglarga hech bo'lmagan bo'lsa, bek yaxshi bo'pti. Cho'qim mendan o'rgangan gumpanglar bo'lmashqa, ئەجدىھا dunyosida xavfdan qutulib qoldinglar. Sehrgar ئەجدىھا, bu qitim sen ko'pchilik ko'p yordamlarni qilding. Sana ko'p rahmat. Qo'ydanish, sizlar ketamsizlar? Shunda, o'g'lim, qarg'andı qo'y kentiga biz kelar qitim birga qaytalaydigan o'xshaymiz. Dodo, oppa, salomatliginglarga diqqat qilinglar. Aman bir kuni men sizlar bilan har kuni birga bo'laman. O'tdan bolam, sen bek qaltis kelsan. O'g'lim, xo'sh amisa. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Dodo, oppa, men sizlarni yaxshi ko'raman. Xotirjam bo'l, qo'ziqishvoy. Sen hamon bir kuni murodingga yetsan. Sehrgar ئەجدىھا, sen yana bizga gump o'rgatgani keldingmi? Men boya ئەجدىھا qasrining osmonida quyuq bulutlarni ko'rib, cho'ng bir ish yuz bergan o'xshaydi. Men yordamlashgidek ishlar bormikin deb. Oldirabdi kelishib. Sehrdek ئەجدىھا. Sen yordam qiladigan qiyinchilik chiqdi. Tez boqing. Bildim. Kelar qitim sizlarga yana ko'proq gump o'rgatib qo'yay. Yana birga o'ynaylik. Cho'qim fursat chiqdi. Yordamingga ko'p rahmat do'stim. Do'stlar ara tuzib qilishning o'rni yo'q. Do'stlarim, didor g'animat xo'sh. Sizlarni ching-ching yayliqqa opirib qo'yaman. Ortinglarga yeninglar, ha? Mening o'yinchig'imni yana yoqtirishinglarni umid qilaman. Biz cho'qim yoqtirib o'ynaymiz. Xayr, xo'sh. O'zinglarni asranglar. Biz mangu do'st. Ko'proq o'yinchiq kashf qiling. Biz ularni asraymiz. Eng yaxshi bekorga bo'lsin. Men qo'llayman. Ko'pchilik xayr, xo'sh. Qozchaqlar, eng yaxshisi taslim bo'linglar. Taslim. Buni g'oliblar bergan u. Yana ko'k bo'rimi bor ekan. Men qora ئەجدىھا bilan bo'lgan jangda ig'ir yaralandim. Shunga bu qitim xotinim bilan o'g'lim menga vakolatan sizlarni tutqili keldi. Yana bizni tutamdi ekan, bizni bezor qilib. Bu qitim qo'y ishimiz jinimizda chiqib qo'ydik. Kent boshlig'i ularga o'yildilar kichik bola jumo. Ko'kbörning po'charsi bek razilga. Qo'zchaq bu qitim cho'qim oxirlashidi. Men amal topdim. Xotin, o'g'lim, baxas bo'linglar. Ko'kbera, sen ig'ir yaralangan eding-ku. Tuyuqsiz o'rningdan turib ketding-ku. Urgan ekan-da. Sen hurug'lik qilib, ona ishimizni xatarga ishtiribsan. Ben yana qaytib kelaman. 对手有多强，小铃铛排除万难闯险关。闪耀灵动，自信更从容，考验与暴风，更决心追梦，相信成功。
手中，让热血汹涌，勇闯高峰。手牵着你手，纵然困难再大，也不怕最后天塌下。你心照我心，天空自然有彩虹。一群羊团结就像一条龙，吃了苦依然努力踏出真武功。一群羊勇敢跟上一条龙。